Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Diris Shomurodov YouTube kanali. Jigarlar, bugungi videoda biz sizlar bilan futbol qirollari Ronaldo va Messini full qilamiz. Qanunda gapimizni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshladik do'stlar. Birinchi bo'lib Cristiano Ronaldoni transfer qilib olamiz. Akkauntimizga 7-raqamda chiqib kelyapti. Portugaliyalik ajoyib hujumchi, Real Madrid, Manchester United, Sporting, Al Nassr kabi klublarda o'ynab kelgan ajoyib hujumchi Cristiano Ronaldodan hozir tepasidan 2-3 taylab yuz chiqarishga harakat qilib ko'ramiz va kuchaytirishni boshlab yubordik. Satara 85, Satara 86. Menimcha birinchi bo'lib Satara 100 bo'ladi. Buni ko'ramiz. Messidan nechta 100 chiqarkan, Ronaldodan nechta 100 chiqarkan. Sizga Ronaldo yoqadimi, Messimi? Kommentariyaga yozib keting. Agarda Ronaldo yoqsa kanalimizga obuna bo'ling, Messi yoqsa kommentariyani to'ldirib tashlang. Satara 88 bo'lib oldi. Acceleration 80, Stamina 86. Tezlik 80 ekan boya. Acceleration endi 80 bo'ldi. Stamina 88, Stamina 89, Stamina 90. Voy, Sataradan o'tib ketdi-yu. Stamina birinchi bo'lib 100 bo'larmikan? Tezlik 83, tezlik 84. Stamina 91, Satara 90, Stamina 93, Satara 91. Qani birinchi yuzimiz qachon chiqarkan? Menimcha bundan 2 ta 100 chiqib qoladi bugun. Stamina va Satara 100 bo'ladi menimcha. Yaxshi, tezlik 90. Stamina 97, Satara 93, Acceleration 90. Voy, nimalar qilyapti bu Ronaldo? Nimalar qilyapti? 3 ta 100 chiqmoqchimikan? Satara 96, Satara 97, Acceleration 93, Satara 98. Sataramiz, Stamina Satara 99, Stamina 99 va Stamina 100. Satarani birinchi bo'lib 100 chiqar degandim. Hozircha o'sha 2 ta 100 bor. 3 ta 100 chiqarishga harakat qilishimiz kerak jigarlar. Acceleration 98, 99 va 100. Tezlikdan 100 chiqara olmas ekanmiz. 98 bo'lib qoldi. Mayli, hech qisi yo'q. Shunda ham Ronaldo juda ajoyib holatda futbolda 3 ta 100 va 98. Endi esa Lionel Messiga baho beramiz. Hozir esa biz Secret Player'ni ochib, Lionel Messini tushirishga harakat qilamiz. Argentinalik. Yaxshi. Argentinalik va qaysi raqamda o'ynarkan? Passing 84. Bu yarim himoyachi. Katta ehtimol bilan Messini pasini ko'rsatmasdi. Ball kontrol esa 82 va bu argentinalik ajoyib yarim himoyachi Alexis McAllister. 1935 tangaga o'z safimizga qo'shib oldik va qo'shib olgandan darhol buni sotib yuboramiz. Va endi Lionel Messini transferlardan ushladik va endi buni sotib olish arafasidamiz. Internet ham biroz qotyapti. Mayli, hech qisi yo'q. Lionel Messi qotib bo'lsa ham chiqib kelyapti. 10-raqamda o'zining afsonaviy raqamida mana chiroyli kartalarda Cristiano Ronaldodan 3 ta 100 chiqarib olib, Messidan nechta 100 chiqarar ekanmiz?
Hozir shlyapalarni ko'rib olamiz va bizga sezon passdan yangi berilgan chiroyli shlapani murabbiyimizga kiyg'azib olamiz va koreyalik Lini o'rniga Messini qo'yib, buni tagiga berar ekanmiz, ya'ni texnikaga 3/100 chiqarish nisbatan osonroq bo'ladi va birinchi kuchaytirgichimizni bosdik va u pastga berildi. Keyingisi zarba, keyingisi ball control 97, ball control 98. Menimcha 99 100 yaxshi, birinchi 100 bor. Zarba 96. Taklingga tushish shart emas edi bu yerda. Pas 93, zarba 97, pas 94, zarba 98, pas 95, pas 96, zarba 99 va zarba ham 100. Ikkinchi yuzimiz ham bor Lionel Messidan. Pas 98 va pas 100. Uchinchi yuzimiz ham bor. Endi yana bitta ikkita yuzlar chiqarishga harakat qilib ko'ramiz tepadan. Acceleration chiqarish foizi ozgina bor. Va Lionel Messi 86-darajaga chiqib oldi. Yaxshi ketyapti hozircha. Asotlariga tushyapti. Stamina, STR, acceleration, stamina, acceleration, stamina, acceleration, tezlik, STR. Inglizcha aytamiz endi bu yoqqa. Stamina, acceleration, speed, STR. 100 chiqmaydimi endi, zerk ketdi odam. 75 STR, stamina 85, acceleration 89, acceleration 90, accelerationdan 100 chiqararkimiz 91, acceleration, stamina 88, stamina 89, STR ham 80, tezlik 84, stamina 90, 91, STR 81, tezlik 85. Lionel Messining kartasi esa 92 ga chiqib oldi o'zi va oxirgi kuchaytirishimiz STR ga tushdi. Lionel Messidan ham 3/100 chiqdi. Kommentariyada bu futbolchilarimizga baho berib ketamiz. Lionel Messi yaxshi kuchaydimi yoki Cristiano Ronaldo? Qaysi biri yaxshi kuchaygan bo'lsa ham, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.